Assalomu alaykum DLS bozorlari. Bugungi videoda sizlar bilan mening shaxsiy DLS akkauntimni dildan obzor qilib chiqamiz. Qani unda videoni boshlashdan oldin like bosing va do'stlaringizga tarqatish esdan chiqmasin. Nimaga? Chunki video oxirida sizlarga bitta bomba yangiligim bor. Shuning uchun videoni o'tkazib yubormay ko'ring. Qani unda videoni boshladik. Harry Kane bor bizda. Usman Dembele bu yil ham menimcha oltin to'p yutadi. Rivaldo, Erling Haaland, De Bruyne, Valverde, Gabrielni ko'rishingiz mumkin, juda yaxshi. Van Dijk, Hakimiga ko'pchilik qiziqadi. Nimaga? Chunki Hakimining shotini ko'rishingiz mumkin. 90, Alisson 95. Hakimi hujumda ham juda yaxshi o'ynaydi. Cancelo prime vaqtda olingan akkauntga old bo'lmasligiga qaramasdan juda yaxshi o'yinchilar bor. Yaxshi reytingda olib qo'yilgan. Kylian Mbappe, Vinicius Juniordan biroz omad kulib boqmagan menga. Donnarumma, Souness, Luka Modric ko'rishingiz mumkin. Rudiger yaxshi kuchaymagan. Daniel Carvajal, o'rtaga qo'shish uchun kuchaytirganman Carvajalni. David Alaba, Matheus, Lewandowskini ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham shunaqa kuchaytirganlar bo'lsa kommentga yozsin. Bu DLC 25 ga kuchaytirilgan. Hozir DLC 26 da reytingi 83 pastlagan. Bruno Fernandes, Muhammad Salahni olishlaringni tavsiya beraman, chunki mavsum oxirida ketaman deganda ketishi mumkin. Cristiano Ronaldo 84 paytda olib qo'yilgan. Moises Caicedo juda yaxshi o'ynaydi. Olib full qilishlaringni tavsiya beraman. Rodrigo juda yaxshi o'ynaydi. Toni Kroos afsona. Ederson, Antoine Griezmann, Paulo Dybala, Angel Di Maria. Ko'pchiligini reytingi pastlagan yoki DLS'da yo'q hozir. Kante, Ilkay Gündogan, Mats Hummels, David De Gea, Orkun Kokchu, Aubameyang juda yaxshi o'ynaydi. Statistikasini ko'rishingiz mumkin. Asensio ham juda yaxshi kuchaygan. Darwin Núñez, Diego Jota, Jorginho, Thiago Silva, Lucas Paqueta, Lucas Vazquez afsona bu ham. Real afsonalaridan biri. Raheem Sterling, David Trezeguet Juventusda juda yaxshi o'yinlar o'tkazgan 2002-yillari. Evan Ndichka o'qishga biroz qiynalyapman. Qiyin ekan ismi. Bu o'yinchini kecha olgandi, qizil o'yinchi. Eldor Shomurodov, O'zbekiston terma jamoasining asosiy hujumchisi. Transferlarda bizga Di Lorenzo va Gyökeres kelibdi, olmaymiz. Gyökeresni 83 paytda olib qolish kerak edi. Qizil o'yinchilarni ko'rishingiz mumkin. Mana yerdagi 8 talikni olish kerak asosiy. Keyin Husanovni olish kerak baribir. Husanovning statistikalarini ko'rishingiz mumkin. Uncha himoyachida yo'q. Abduqodir Husanov inglizchasiga biron narsa yozgan. O'zbekistondan shu qatnashyapti deb yozgan bo'lsa kerak. Bu yerdan yana Stikni olish kerak. Bu ham juda yaxshi. Shotlari juda yaxshi. Darvozabonlar ham kerak bo'ladi. O'zi kuchaytirib beradi. Bularni sotishni maslahat bermayman. Nimaga deganda, chunki bu qizil o'yinchilarni DLS'ni o'zi kuchaytirib beradi. Agar guruh bosqichlaridan chiqsa agar o'zi kuchaytirib beradi. Bu yerda aytgan bo'lsa kerak, shu yerda oxirroqda. Mana aytgan 1+2+ shunaqa bo'lib kuchayib boradi. Oxirida Jahon chempionatida finalda yutgan birontasi yutsa 96 bo'ldi. Masalan, Joao Felix
juda yaxshi kuchayadi. Instagramda ko'rishlaringiz mumkin. 5 ta 100 bitta tezligi 99 bo'lib qoladi. Barkalar ham yutishi mumkin. Fransiya, Angliya yutishi mumkin, Ispaniya yutishi mumkin. Shu yerdagi 8 talik yutishi mumkin. Mana bu kaldan tashqari, Maliandan tashqari. Sizlarga aytadigan yangiligim, agar shu video 50 tadan ko'p layk yig'ib, bir kun, 2 kunning ichida 60 tadan ko'p podpiska yig'sa, DLC 26 o'yinda rasman tanga va olmos yig'ishni o'rgataman. Avtomatik tanga va olmos yig'ishni. Shu uchun bu videoga like bosing va do'stlaringizga tarqatish esdan chiqmasin. Kommentariy yozsangiz xursand bo'lardim. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan DLC Yusufjanov kanali bo'ldi.